qachon Mangustinmi yangi zali ochiladi deb kutayotganlar. Zal ochildi. Xudo xolisa dushanbadan ishga tushadi. Men sizlarga hozir bu zalni obzor qilib beraman. Polni mat, ko'rasizlar. Devorlarda mushuk ilingan, boksorskiy mushuk ham bor, tayskiy, elmayskiy, xullas hamma mushuk turidan bor. Keyin bu yerda bolalarning xavfsizligi juda ham zo'r o'ylangan. Polni mana shu gir aylana mat qilingan. Shunda parishlayotganda, qochganda ham hech qanaqa zarar yetmaydi. Mana turba deb o'ylashinglar mumkin, lekin bu ich turba, lekin usti o'sha boya aytib o'tgandek xavfsizlik uchun bu ham mat bilan o'ralgan. Bolalarning xavfsizligi uchun. Pastlar hamma qo'ying mat, bu yerda asli trenajyorning uskunalar bor. Undan tashqari menga eng yoqqan joyi, hamma zalga borganimdan birinchi bo'lib dush o'yini qarayman. Qaranglar, nechta dush bor bu yerda. Qaranglar. Bu yerda mana bitta hojatxona, qaranglar. 1, 2, 3 ta dush bor. Undan tashqari mana shu katta ko'rib turganingiz zal emas. Bu razdyalka. Lekin ba'zi joylarga borasizlar, mana shunaqa hajmni o'zida ham sport zal qilib qo'yishgan. Lekin bu bizning zalni shunchaki razdyalkasi. Tushunasizlar? Xo'p, men sizlarga tushuntirib o'taman. C5 da joylashganingizlar. Yana ham sizlarga mukammal bu zal haqida informatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, shu raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar yoki ustozi Mansur To'g'izboyev profillariga murojaat qilasizlar.